4 fevral va bugun men erim uchun romantichniy ужин qilishga qaror qildim. Qanaqa romantichniy ужин desalarsizlar, men sizlarga ekranga referenslarni qo'yaman. Shu kuni bilan shunaqa serdechkali pizzachalar, shunaqa chiroyli atmosfera videochalar chiqdi. Men pizzani bir o'zim tayyorlamoqchi emasman. Pizzani xamirini oldim, retseptlari hammasi отдельно chiqadi. Hozir ingrediyentlarni hammasini serdechka qilib qo'yaman va erim kelgan paytlari videochalar olib birgalikda qilamiz. Bilasizlarmi, men sizlarga video chiqaraman, ideal kartinka, sevishganlar, tuda-suda, lekin ishonmayman mana shunaqa videolar chiqsa-da, chunki men o'zimni erimni bir haftalab, даже bir oylab iltimos qilishim mumkin. Yaxshi temaga o'taylik. Bo'lmasa o'zim men nervt qilaman. Men uchun romantichniy ужинni uyda qilishga qaror qildik. Chunki 20-fevral kuni bizning to'yimizga 4 yil bo'ladi. Hozir 14-fevralni men o'zimga oldim. Tipa o'zim organizovat qilaman. 20-fevralda уже men o'shadan ожидать qilyapman, lekin ожидание и реальность bilmayman, совпадать qiladimi yo'qmi. Erkaklar o'yladilarki, xotin kishiga qancha qilsa ham shuncha kam, hech to'ymaydi deb o'yladilar. Lekin na samom dele biz kerakligimizni просто bilishni xohlaymiz. O'sha narsani чувствовать qilishni xohlaymiz. Bitta gul bo'lsa ham haftaga bir, или qanaqadir romantichniy ужин 2 kishida, hech qanaqa kimdirlarsizda, ozgina bo'lsa ham shunaqa make-up qilgim keldi. Albatta menga obuna bo'lib, storiesimni kuzatish eslaringizdan chiqmasin. Pizzachilar, bu narsachilar, janjalchilar hammasi o'sha yerda bo'ladi. Всем пока.